طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي بسم الله الرحمن الرحيم وصوله فحباه الله رضوانا. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Allohdan madad so'rab, 40 hadisni sharhini o'qishda davom etamiz. Biz 29-hadisga kelib to'xtagan edik. 29-hadis Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aytadiki, ya Rasululloh, meni jannatga kirgizadigan va jahannamdan uzoqlashtiradigan amal haqida xabar bering, dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, va tahqiq sen juda katta narsa so'rading. Albatta u Alloh oson qilgan kimsaga osondir. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ma'lumotini beryaptilar. Ta'budulloha la tushriku bihi shay'a va tuqimus salata va tu'tiyaz zakata va tasumu ramazon va tahajjul bayt. Allohga ibodat qilasan, unga biror narsani shirk qilmaysan. Namozni qoyim qilasan, zakotni berasan, Ramazon ro'zasini tutasan va Allohning baytini haj qilasan. Keyin aytdilarki, ala adulluka ala abwabil khayr, as-sawmu junna was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'u an-nar, wa salatu ar-rajuli fi jawfil layli thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Yaxshilik eshiklariga seni yo'llab qo'yaymi? dedilar. Keyin ro'za qalqondir, sadaqa xatoni o'chiradi, xuddiki suv o'tni o'chirgani kabi. Kishini, ya'ni kechasini o'rtasida qilgan namozi dedilarda, keyin mana bu oyatni o'qidilar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ularning yonboshlari yotoqlaridan uzoqda bo'ladi. Ular Robbilariga qo'rqib va umid qilib duo qiladilar va biz rizq qilib bergan narsalardan infoq qiladilar. Nafs qilgan amali sababidan mukofot o'laroq ko'z quvonchidan ular uchun nima yashiringanligini bilmaydi. Ya'ni bu yerda mukofotni nimaligi haqida Alloh taolo o'z oyatda bildirganligini xabarini berdilar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ishni boshi va uni ustuni va urkachisining cho'qqisi haqida senga xabar beraymi? Men aytdimki, bala ya Rasululloh, albatta ya Rasululloh dedim. Rasululloh aytdilarki, ishni boshi islomdir va uni ustuni namozdir va urkachisini cho'qqisi esa jihoddir. Ya'ni eng yuqori pog'ona jihoddir dedilar. Keyin yana aytdilarki, ala ukhbiruka bimalaki zalika kullihi? Qultu bala ya Rasululloh. Men senga mana bularni barchasini bosh qismi haqida xabar beraymi? Albatta ya Rasululloh dedim. Aytdilarki, fa akhadha bi lisanihi, tillarini ushab va qala kuffa alayka hada. Mana buni tigin dedilar. Yani tilingni tigin dedilar. Qultu ya nabiyalloh va inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi fa qala thakilatka ummuka ya Mu'adh va hal yakubbu an-nas fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Ya nabiyalloh, biz gapirgan narsalarimiz sababli ushlanamizmi? Ya'ni olinamizmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ey Muoz, onang seni yo'qotib qo'ygur. Insonlarni jahannamga yuztuban yoki burunlaridan susturilgan holatda faqatgina tillaridan hosil bo'lgan narsagina bo'ladi dedilar. Buni Termiziy rivoyat qilgan va hasan sahih hadis degan. Musaymin rahimahulloh sharhga kirishib aytdilarki, sahoba radhiyallohu anhumlarning himmatlari oliy. Muoz radhiyallohu anhu menga 10, 20 yoki 30 yoki shunga o'xshagan narsalarda men kasb qiladigan amal haqida xabar bering deb aytmadi. Balki menga jannatga kirgizadigan va jahannamdan uzoqlashtiradigan amal haqida xabar bering dedi. Ya'ni jannatga kirishlik va jahannamdan uzoqlashishlik uchun sabab bo'ladigan narsalar haqida xabar bering. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sen katta narsa haqida so'rading. Allohga qasamki, buyukdir u. Jannatga mana bu u hayotdir. Jannatga kirishliging va jahannamdan uzoqlashishliging mana bu u yutuq va muvaffaqiyatdir. Alloh taolo aytdiki, "Faman zuhziha 'anil nar va udkhila al-janna faqad faz." Kimiki jahannamdan uzoqlashtirilsa va jahannamga kirgizilsa, u yutuqqa erishdi. Mana shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam uni kattaligini sifatladilar. Va lekin alhamdulillah va innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allohu ta'ala alayhi. Alloh taolo unga oson qilgan kimsaga osondir deb aytdilar. Alloh taolo bizlarga ham uni oson qilsin ya robbil alamin. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rost gapirdilar. Albatta islom dini yengillikka qurilgandir. Alloh taolo aytdiki, yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usr. Alloh taolo sizlarga yengillikni xohlaydi, qiyinchilikni xohlamaydi. Va mabniyun 'ala as-samhi. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يبعثهم إلى الجهاد يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فهو يسير لكن لمن يسره الله عليه. ثم شرح ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم birinchi shu va u sahiylikka qurilgandir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablariga ularni jihodga yuborayotgan vaqtlarida aytdilarki, yengillatinglar, qiyinlatmanglar, xushxabar beringlar, qo'rqitmanglar. Albatta sizlar yengillatishlik uchun yuborildilaringiz, qiyinlatishlik uchun yuborilmadilaringiz. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam yana aytdilarki, mana bu din yengildir. Dinda biror bir kishi ko'tarilmaydi, illa unga g'olib bo'ladi. U osondir, lekin Alloh taolo oson qilgan kimsa uchun. Keyin buni sharhlab aytdilarki, Alloh oson qilgan kimsaga osondir deganlaridan keyin sharhlab aytdilarki, ta'budulloh.
Allohga ibodat qilasan. Ibodatda yaxshi ko'rib, ulug'lab, ibodat qilishlik bilan o'zingni hokisor qilasan. U uchun hokisor bo'lasan. Ma'khudun min qawlihim tariqun mu'abbadun ay mumahhidun va muhayyi'un lil yusri alayh. Ibodat qilinadigan yo'l, ya'ni yengil, unga yengilligi uchun tayyorlangan degan so'zdir. La ta'budulloha va anta ta'taqidu anna lakal fadl ala Allah. Sen uchun Allohga fazl deb e'tiqod qilib Allohga ibodat qilmaysan. Ya'ni seni ibodat qilishliging uchun Alloh ustidagi bir fazl deb e'tiqod qilib ibodat qilmaysan. U xuddiki Alloh taolo aytdiki: "Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamak." Ularga Alloh taolo aytdiki, sizga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ular musulmon bo'lganliklarini minnat qiladilar. Ayting Muhammad alayhisalom, menga islomlaringni minnat qilmanglar deb ayting deb Alloh taolo aytgan kimsa kabi bo'lishlik, ya'ni u. Bundan maqsad shu, Alloh ustidagi bir fazldir meni ibodat qilishim degan tushunchada bo'lmasin deyapti. Mana bu Alloh ustida ular minnat qilmasinlar, balki ular faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga minnat qildilar. Alloh taologa u uchun hokisor bo'lib, muhabbat bilan ulug'lab ibodat qilaman. Muhabbat bilan toatni qilasan va ulug'lashlik bilan gunohni tark qilasan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Allohga biror narsani shirk qilmaysan degan so'zlar, ya'ni narsa bo'ladi, hatto anbiyolar ham. Balki payg'ambarlar o'zi shirkka qarshi urushlik uchun keldilar. Biror narsani shirk qilmaysan, na u yaqin bo'lgan farishta va yuborilgan payg'ambar bo'lsin, farqi yo'q. Ibodat uchun ya'ni shartlar bor. Biz uni inshaalloh foydalarida zikr qilamiz. Aytayaptilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan namoz qoyim qilasan, zakot berasan, Ramazon ro'zasini tutasan va baytni haj qilasan degan so'zlari, mana bu islomning 5 ta rukni. Bu oldin o'tdi va ta'qib o'tgan. Endi Nabiy sallallohu alayhi vasallamni men seni yaxshilik eshiklariga dalolat qilib qo'yaymi, yo'llab qo'yaymi degan so'zlarida eshiklar dedilar. Bu yerda eshiklardan maqsad, ya'ni masalalar. Va eshiklar kiruvchi chiquvchi uchun ochiladigan eshiklarga ham iste'mol qilinadi va masalalarga ham iste'mol qilinadi. Va mana bundan ulamolarni yozgan kitoblaridagi so'zlari bor. Bu bob falon-falondaqa. Muhaddislarning so'zi ham bor. Mana bu bobda biror narsa sahih bo'lmaydi. Mana bu narsada biror narsa sahih bo'lmaydi deb misol tariqasida aytibdilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni abwabul xayr, yaxshilik eshiklari degan so'zlari, yaxshilik masalalari. Bu bilan undan maqsad kirish chiqishlik uchun bo'ladigan ma'ruf eshiklar ham bo'lishligi joiz bo'ladi. Masalalar deb aytishlik ham joiz bo'ladi. Seni yaxshilik eshiklariga yo'llab qo'yaymi degan so'zlaridagi javob, bu yerda javob kelmagan. U javobi zotan bala, albatta deydi, lekin ma'lum bo'lganligi uchun hazf qilingan, ya'ni olingan u. Chunki u javob albatta ya Rasululloh deb aytadi. Endi Nabiy sallallohu alayhi vasallamni roza tutishlik qalqondir dedilar. Dunyoda sohibini man qiladigan bir moni va oxiratda ham sohibini himoya qiladigan bir himoya. Ammo dunyodagi esa sohibini roza tutishlikda o'sha man qiladigan shahvatlardan tanovul qilishlikdan man qiladi. Shuning uchun rozadorni man atada alayhi bimithli ma atada alayhi, unga haddan oshgani, bir odam haddan oshgani kabi unga jazo o'laroq haddan oshishligi muqobilida haddan oshishligidan qaytarildi. Hatto u uni bir kishi so'kib haqorat qilsa, yaqulu inni soimun, men ro'zadorman deb aytadi. Ammo oxiratda esa u jahannamdan bir qalqon bo'ladi, seni qiyomatdagi jahannamdan to'sadi. Ro'zani ta'rifi ma'lum. At-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsak 'anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubish shams. Fajr chiqishligidan quyosh botgunigacha yeyiladigan narsalardan, ya'ni og'izni ochadigan narsalardan tiyilishlik bilan Alloh uchun ibodat qilishlik. Nabiy sallallohu alayhi vasallamda sadaqa xatoni o'chiradi, xuddiki suv o'tni o'chirgani kabi degan so'zlarda sadaqa mutlaq, vojib zakot bo'ladimi yoki oddiy sadaqa qilishlik bo'ladimi, nafl bo'lgan. Ozmi, ko'pmi farqi yo'q. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning xatoni o'chiradi degan so'zlari odam bolasini xatosi u ma'siyatidir. Xatosi va uni gunohi degan. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni suv o'tni o'chirgani kabi degan so'zlarda suv shubhasiz o'tni o'chiradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu yerda ma'naviy ishni hissiy ish bilan o'xshatyaptilar. Mana Nabiy sallallohu alayhi vasallamni kishining kechasini o'rtasidagi namozi degan so'zlari sadaqa degan so'zlariga nima ma'tuf qilingandir? Kishini kechasini o'rtasidagi namozi xatosini o'chiradi degani. Yuqorida aytdik-ku, sadaqa xatoni o'chiradi deyilganda, ayni bu ham kechasidagi namoz ham xatoni o'chiradi va kechasidagi o'rtasi u xuddiki kecha insonning o'rtasi kabidir, ya'ni ich kabi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Oyatlarni ikki oyatda o'qidilar. Ya'ni ular yonboshlarini yotoqlaridan uzoq qildilar, Robbilariga qo'rqib, umid qilib duo qilardilar va biz rizq qilib bergan narsadan infoq qiladilar. Bir nafs qilgan amallari sababli mukofot o'laroq ular uchun ko'z quvonchi yashiringan narsani bilmaydi, ya'ni degan oyatni o'qidilar. Tatachafa junubuhum 'anil madaji' degani bu. Mana bu ya'ni yonboshlari o'sha yotoqlaridan uzoqda bo'ldi degandan maqsad bu mo'minning sifatida bu. Ular uxlamaydilar, yad'una robbahum khawfan wa tama'a, qo'rqib, umid qilib Robbilariga duo qiladigan holatlarda uxlamaydilar. Agar gunohlarni eslasalar qo'rqadilar, agar Allohning fazlini eslasalar tama'a umid qiladilar. Fahum baynal khawfi va roja, ular o'sha xavf bilan, qo'rquv bilan umidning orasida bo'ladilar. Biz rizq qilib bergan narsadan infoq qiladilar-da va minma dagi min bu yerdan yo ba'zilashlik uchun ba'zisini infoq qiladilar yoki bayon uchun. Biz rizq qilib bergan narsalardan infoq qiladilar. Ozmi yoki ko'pmi? Ya'ni infoq qiladilar. Bayon uchun, xabar ma'nosida berishlik uchun, bildirishlik uchun. Nafs ko'z quvonchidan ularga yashiringan narsani bilmaydi. U, ya'ni ular qilgan amallari sababli
mukofot o'laroq ular uchun ko'z quvonchidan yashiringan narsani bilmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana bu oyatda kechasida qoyim bo'lishlikning fazilatiga shohidlik keltirdilar. Men sizga ishni boshi va uning ustuni va urkachisining cho'qqisi haqida xabar beraymi deb aytganlari 3 ta narsa. Men aytdimki, albatta ya Rasululloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ishni boshi islomdir. Inson u uchun yaratilganligining ishini boshi islomdir. Ya'ni Alloh uchun zohiran va botinan qalbi bilan va badanlari bilan Alloh uchun taslim bo'lishligi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni uning ustuni namozdir degan so'zlari, ya'ni islomning ustuni 5 vaqt namozdir. 5 vaqt namoz va chodir unda qoyim bo'ladigan narsasi ustunidir. Ya'ni ustunsiz chodir turmaydi. Agar ustuni yo'q bo'lsa, saqota tushadi, yiqiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni urkachisining cho'qqisi Alloh yo'lidagi jihoddir degan so'zlarida zakaral jihada annahu zirwatu sana. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jihodni u urkachisining cho'qqisi deb zikr qildilar. Chunki zirva u bir narsaning eng yuqorisidir va jihod bilan esa islom oliy bo'ladi. Uni nima dedi? Sizlar suskashlik ham qilmanglar va mahzun ham bo'lmanglar va sizlar agar mu'min bo'lsalaringiz oliydirsizlar. Muhammad surasining 35-oyatida aytdiki: "Va la tahinu va tad'u ila as-salmi va antumul a'launa. Allohu ma'akum." Dushmanga qarshi urushda suskashlik qilmanglar va g'olib bo'lib turgan holatingizda sulhga chaqirmanglar va Alloh sizlar bilan birgadir. Endi bu yerda jihod degan so'zda, ya'ni Alloh yo'lidagi nazarda tutyapti. Alloh yo'lidagi jihodni Nabiy sallallohu alayhi vasallam ya'ni mukammal shaklda bayon qildilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan bir kishi haqida, hamiyasi uchun jang qiladigan kishi haqida so'raldi. Ya'ni hamiya degani qavmparastlik qilib, ya'ni faxr uchun yoki va shijoat uchun jang qiladigan va davlati uchun jang qiladigan, makon uchun jang qiladigan kimsa haqida so'raldi. Ya'ni ana shular Alloh yo'lida jihod qilgan bo'ladimi? Deganda aytdilarki, "Man qatala takuna kalimatullohi al-ulya fa huwa fi sabilillah." Kimiki Allohning kalimasi oliy bo'lishligi uchun jang qilsa, ana o'sha Alloh yo'lidadir dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam u haqida zikr qilingan 3 ta narsaga javob bermadilarki, balki umumiy iborani zikr qildilar. Allohning kalimasi u oliy bo'lishligi uchun kimiki jang qilsa, ana shu Alloh yo'lidadir dedilar. Keyin aytdilarki, "Men senga mana bularni barchasini bosh qismi haqida xabar beraymi? Unga molik bo'ladigan narsani ya'ni boshi. U bilan barcha narsaga molik bo'ladigan." "Albatta ya Rasululloh" dedim. Tillarini ushlab aytdilarki, "O'zingda mana buni tiygin" dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlarining tillarini ushadilar va mana buni o'zingdan tiygin dedilar. Ya'ni qiyl-qollarda, ya'ni so'zlarga uni bo'sh qo'yib yubormagin. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Kimiki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshilikni gapirsin yoki sukut qilsin" degan so'zlari bunda muqaddam bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam "Fala tatakallam illa bi khayrin", faqatgina yaxshilikni gapirgan dedilar. Endi men, ey Allohning rasuli, biz gapirgan gapimiz uchun ham ushlanamizmi deb aytdim degan so'zda jumla xabariya, lekin u istifhomiy, ya'ni so'rov ma'nosida bo'lyapti. Ma'no esa biz, ya Rasululloh, aytgan narsamiz sababli ushlanamizmi deb so'ragan ma'no. Ya'ni Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu taajjublandiki, qanday inson gapirgan narsasi sababli olinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tushunishlikka undab aytdilarki, "Sakilatka ummuka ya Muaz", ey Muaz, seni onang yo'qotib qo'ygur dedilar. Onang seni yo'qotib qo'ygur degan ma'no. Sakilatka faqadatka degan ma'noda. Mana bu kalima unda arablar qiziqtirish va undashlik uchun aytadi. Unda zohir ma'noni qasd qilmaydi. Ya'ni arablarda o'zini odatida shu narsa bor. Onasi uni yo'qotib qo'yishligi ma'nosi qasd qilinmayapti zohir ma'no, lekin maqsad unda qiziqtirishlik, undashlik. Va endi ba'zi ulamolar aytdiki, mana bu jumlani taqdirida shart bor va ma'nosi, ey Muaz, onang seni yo'qotib qo'ysin agar tilingni tiymasang degan. Ba'zi ulamolar shunday degan ekan, lekin birinchi ma'no ochiqroq va zohirroqdir. Albatta qiziqtirishlik va undashlikka dalolat qiladi. Mana shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam ey Muaz deb nido bilan xitob qildilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam insonlarni jahannamga yuztuban holatida otilinadi yoki o'sha burunlaridan sudrab otilinadi degan so'zlarda bu roviyni shakka, bu ikkita gap aytildi. Yuztuban holatda yoki burunlaridan sudrab. Nima? O'sha hosil bo'ladigan narsa tillardan hosil bo'lgan narsadir. Yuztuban holatda otilishliklari tillardan hosil bo'lgan narsadir dedilar. Til bilan so'zlardan hosil bo'lgan narsa. Mana bu kalomlarni aytgan paytlarida Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu qanoat qildi va bildiki, albatta ishni bosh qismi tilni tiyishlik. Chunki til shirkni, ba'zida shirkni aytadi, ba'zida kufrni aytadi, balki fahsh gaplarni aytadi. U esa uning uchun had yo'q, chegara yo'q. Shu bilan sharhni Usaymin rahimahulloh tugatdi. Mana shu bilan kifoyalanamiz. Va sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.